O'tkir aka, remen so'zi o'zi qaysi tildan olingan? Remen so'zi nemis tiliga olib taqaladi. Remen, ya'ni tasma degan ma'nodan anglatadi. Tasma, ya'ni remen jihozlarda energiya o'tkazish uchun ishlatiladi. Ya'ni bir qurilmadan ikkinchi qurilmaga energiyani o'tkazish uchun tasma birlashtirilgan holatda ishlatiladi. Endi tasmani har xil turlari bor. Ularni materiallariga qarab turib, xomashyosiga qarab turib, bu kauchuk bo'lishi mumkin, bu poliuretan bo'lishi mumkin, bu rezina bo'lishi mumkin, bu kimyoviy rezina bo'lishi mumkin yoki metallardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. O'tkir aka, remenning o'zi qanaqa turlari bor? Remenda 7 xildan ortiq turi bor. Klinovidniy remen deydi. Biz o'sha ingliz tilida buni V-belt deyiladi. Bu o'sha poliuretanoviy remenlar. Buni ichida o'zi maxsus troslari bor, simlari bor. Dumaloq remenlar bu poliuretandan tayyorlanadi. Buni o'zini ham 7-8 xil turi bor. Bu zubchatli remen, biz ya'ni zamon tasmasi, bu inglizchada timing belt hisoblanadi. Buni ham o'zi turlari bor. Bu yassi kamar deyiladi, o'sha flat belt, ploskiy remen. Buni ham o'zining turlari bor. Hamda bu poliklinoviy remen, buni ham 3-4 xil turlari bor. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda remenlar haqida chuqurroq kirishamiz.